Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar. Ushbu videomizda sizlarga qanday qilib Amino приложениесidan to'g'ri foydalanish va to'g'ri обновление qilishni o'rgatamiz. Ushbu приложение sababli ko'pchilikda muammo chiqyapti, chunki qanday qilib to'g'ridan to'g'ri обновление qilish kerak degani to'g'risida. Mana hozir sizga buni birma-bir detalma-detal ko'rsatamiz. Aminoga kiramiz. Zakrit knopkasini bosamiz. Keyin место сна и отдыха degan joyini bosamiz. Изменить degan knopkani bosamiz. Zakritni bosamiz. Keyin yana bir marta изменить bosamiz. İzmit'te bosganimizdan keyin jichcha kutib tursangiz avtomatik adres chiqadi. Daliyani bosamiz. Agarda adresni o'zgartirish niyatingiz bo'lmasa. Keyin agarda siz uyingizni, ya'ni domengizni kvartira nomeri bo'lmasa, mana bu yerda bez nomeri kvartira degan joyiga galochka bosamiz. Endi Daliya knopkasini bosamiz. Bu yerda qaytadan tekshirib chiqing dedi. Населенный пункт Центральный федеральный город Moskva deydi. Dom 7, Извилистый проезд deydi. Подтвердить knopkasini bosamiz. Endi zakritni bosamiz. Shunday qilib bizning dannelarimiz MVD ga ketdi, обновление qilindi. Qarang, место сна и отдыха degan joyiga значок yashil emas, boshqacha bo'lib yonib turibdi. Hozir bitta обновление qilamiz. Mana olamizda pastga surib yuboramiz. Mana shunday qilib обновление qilamiz. Ana yashil bo'ldi. Endi sizning dannelaringiz to'g'ridan to'g'ri MVD ga bordi. Ya'ni bexavotir ko'chada yurib nima qilishingiz mumkin, xavotir olmasdan. Ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, ushbu videoni musofirda yurgan barcha odamlaringiz bilan baham ko'ring. Zeroki hech kim hech qanaqa shtraf yemasin. Video yoqqan bo'lsa bitta like va kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Vaqtingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.